Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. O'chirilayotgan kitob audio podkasti davom etadi. Audio podkastimizning bugungi mavzusi atoqli adib Said Ahmadning Kelinlar qo'zg'oloni hajviy sahna asari. Biz faqatgina kitob haqida emas, bugun Kelinlar qo'zg'oloni hajviy asarining kinosi, spektakli va kitobi haqida suhbatlashamiz. Ularning bir-biridan farqi, bir-biriga o'xshash jihatlari va ushbu hajviy asarning o'ziga xos sirli jihatlari, ya'ni matnlar ostiga yashirilgan sirlarini ochishga harakat qilamiz. Audio podkastda so'zlanayotgan fikrlar mening shaxsiy fikrlarim. Said Ahmadning 1976-yilda yozilgan Kelinlar qo'zg'oloni hajviy sahna asari va u asosida 1984-yilda suratga olingan kinokomediya yoki spektaklni yodga olsangiz, yuzingizga yengil tabassum yuguradi. Ularning yaratilganiga ancha fursat bo'lgan bo'lsa-da, hali hanuz zangori ekranlardan tushmaydi. Hali hanuz biz ularni qayta ko'rishdan charchamaymiz. Kino, spektakl hajviy asarning shunchaki ko'chirilgan nusxasi emas. Pyesa bilan kinodagi ayrim obrazlar, ayrim harakatlar, ayrim kadrlar tushib qolgan. Masalan, kinodagi suyukli nabira Abbos obrazi spektaklda ham, pyesada ham ko'rmaymiz. Usta Boqir bilan Farmon Bibiyning tushlaridagi Farmon Bibiyning turmush o'rtog'i Azimsher ruhi bilan suhbat tasvirlangan voqea spektakldan ham, kinodan ham joy olmagan. U faqatgina hajviy pyesada mavjud. Said Ahmadning yumor ortidagi falsafiy yuzi spektaklda u bilan birga rejissor Bahodir Yo'ldoshevning mulohazali qiyofasi ko'zga tashlanadi. Yoki bo'lmasa kinoda Melis Afzalovning tadbirli g'oyalarini ilg'ashimiz mumkin. Yo bo'lmasa bugungi kunda maishiy mavzu tanlangan kelin qaynona o'rtasidagi urush, o'rtasidagi kelishmovchiliklar aks etgan seriallar, kinolarni doim tanqidiy nigoh bilan qaraymiz. Lekin bundan 50 yil oldin ishlangan Kelinlar qo'zg'oloni kinosiga bunday tanqidiy nigoh bilan qaramaymiz. Bu kinoni ko'rganimda men shunchaki maishiy bir filmni ko'rganday bo'lmayman. Go'yoki Said Ahmad pyesada bir oila, bir shaxs misolida o'sha 1976-yildagi jamiyat, o'zbek jamiyati mustamlakachilik tuzumining holatini ko'rsatib berishga harakat qilganga o'xshab ko'rinaveradi. Oddiygina